bu. Ha, bu ertamadan quyganimizda mana olib chiqib toshishi bo'lishdi. Xolasa oxirgisi. Yonni ham tushuntiramiz, aytamiz. Olib ketmaydi, paddoni bilan olib ketadi. Ha. Ustalarga yengillikda. Keyin paddoni qaytib keladi, yana qaytib chiqadi, relsga olib kirib mana bu yoqdan aylanaveradi. 300 tani qanaqa quyapsiz-da? 20 Mana hozir kuyib qo'yilgan. Bu ikkinchi. Hozir ikkinchi xotkasi bu, 500 ta. Mana. Ha, o'zi ishib chiqgan. U issiqligi. Nimada isitayapsiz buni? Bu o'zini issig'i bilan isitadi. To'g'ri. Bu hozir kuyib olishda hali iftorgacha kesib olishadi buni. Bu niye? Bolalar ro'za tutib kuyishadi. Necha kishi quyadi mana shunchani? Buni 3 kishi kuyishadi. Suvda necha gradus bo'lishigacha aytib, masalan, olgan odamlarda o'rgatamiz o'zimiz. Suv bir xil gradusda bo'lmaydi. Bahorda boshqa gradus, yozda, qishda issiqlikka qarab turib gradus beriladi. Agar gradusdan adashadigan bo'lsa, endi blok sohasini ham aytib ketay, blok mo'rtlashadi. Biz o'zimiz shuni ustasi bo'lganimiz uchun apparatni olgan. Apparatni hamma olaveradi, hamma chiqaraveradi, lekin mana bu sotish borasiga kelganda hamma oqsab qoladi. Assalomu alaykum biznesmen tadbirkor akalar. Sizlarga trenddagi biznes gazoblok liniyalari haqida bugun zo'r ma'lumotlar beramiz. Budjetli variantda arzonroq pul bilan ko'proq ish chiqarish yo'llarini ham tushuntirib beramiz. Xohlaganlarga 10 ming dollarga akalar pol avtomat liniyasi. 500 tagacha quysa bo'ladi. 500 tagacha quysa bo'ladi. Lekin komplektda 20 ta qolipi bo'ladi akalar. Mana bu polni full liniyamiz. Avtomat liniya. Avtomat hamma narsasini hisob-kitobini qilib chiqdik. Biz o'zimiz bu ishda ancha boshimiz og'riganligi uchun eng qulay variantlarni qildik deyishyapti. Mana bu narsa oddiy, mana 3 tonna suv bachok berilyapti, 2 tonnali emas. 3 tonna bo'lgan sabab suv boshqa narsalarga ham ehtiyojlar uchun ishlatilar ekan. O'shanga biz ko'proq qildik deb Foziljon aka. Men bitta so'rashib qo'ydik aka. Xullas o'zlari mana orqani bitta ko'rsatib yuboring aka. O'sha yerda kuniga mana 500 ta g'ish quyilyapti. 20 ta paddon, 20 ta qolip bilan. Ha? 20 ta paddoni, 20 ta qolipi bor. 3 ta bola quyyapti buni. 3 ta bola. Mana shu g'ishlarda akalarimiz quyishyapti. O'chirit aka. Bu yerda turmayapti. Quyganda sotilyapti. Quyganni olib chiqib ketishyapti. Mana narsani men hozir aytib berishdim, qoyil dedim. Bunga ko'pchilik to'kli tem tiqib qo'yadi-da. Kuniga 1 milliondan yoqdan 3 tonnali suv isitgan deyishyapti. 1 qop, 1,5 qop ko'mir bilan 3 tonnani xotirjam isitib beryapmiz deyishyapti. Daromadingiz chiqib ketar ekanda, o'shanga hokaga o'tdik majbur. Tadbirkor endi daromadni nima qiladi-yu, hisobini qiladi. Har tarafdan bunda qulay. Har tarafdan qulay. Mana buni ekonom bo'ladi. Misol uchun mana shu liniyani o'rnatgan odam yana bir 10 million nari beriga katyol olib qo'yadi-da suv isitish uchun. Balkilarda hamma narsasi ishda bitib ketar ekan. Bu katyolda yana miyalari, nimalari bo'ladi. Ha, tayyor qilib beramiz. Tayyor qilib berilgan. Mana reduktor motorlari qo'yilmagan, ustida miyasi qo'yilmagan. 70 gradusga qo'yib qo'ysa 70 gradus suv 3 tonnani isitib beradi. 70 gradusga qo'yilsa 70 ga chiqqanda o'chadi, keyin 67 ga chiqqanda yana o'zi avtomatik yoqadi. 70 qilib turadi xullas. 70 qilib suvda bolalar kelguncha o'z temperaturani ushlab turadi. Kechqurun yoqib ketadi, ertamadan kelsa suv tayyor, ishni boshlayveradi. Bo'ldi. Bu blokda sifatiga ham suvda gradusi ta'sir qilar ekan akalar. Bu avtomat liniyamizning narxini video davomida aytamiz. Juda ham qulay narx aytishyapti. Buni ichida dastlabkasi, ustanobkasi hammasi ichida qilib berishadi. Video davomida quyish jarayoni, hozir ertalab quyilganini hozir olib chiqib terib tashlashdi. Endi ertangi soat 5 da yana ikkinchi podxodni ochishar ekan. Ya'ni kuniga 500 ta, yozgi kunida 750 tagacha qo'yamiz deyapsizmi? Yozgi kunida 1000 tagacha qo'ysa bo'ladi. Yozgi kunda ham. Mana shu liniya bilan. Shu liniya bilan 20 ta qolib, 20 ta paddon emas, 30 ta qolib, 30 ta paddon qilib olsa 1000 tadan oshiradi. Bir kunda. Bir kunda. Videolarimiz zo'r ma'lumotlar akalar. Bitta like bosib qo'yamiz, qanaqa biznes qilsam ekan deb yurgan akalarga jo'natib qo'yamiz. Boshladik. Gazoblok biznesiga qiziqayotgan akalar uchun bugun biz Bag'dodga kelganmiz. Foziljon aka, Hormay aka. Assalomu alaykum. Yana bir marta so'rashib qo'ydik aka. Charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'p, bu akamizda hozir bir nechta yangiliklar bor. Yangilik ham qanaqa sizni cho'ntagingizga foyda keltiradigan, vaqtni ham anchagina ekonom qiladigan variantlardan. Hozir polni avtomat liniya deysizlarmi? Pol avtomat liniya deysizlarmi? Barchasini akamiz tushuntirib beradi. Aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Tuzyapsiz? Yaxshi etki yo'llang. Rahmat aka, Xudoga shukr. Xudo xolasa shunaqa yangiliklar qilib qo'ydik. Gazoblok sohasiga qiziqqanlar uchun hozir trendga aylanyapti bu ishlar. Gazoblok kuyish sohasi. Xo'p, bundan boshlaydigan bo'lsak, bu avtomat reskasi.
pol avtomatga ham qo'ysa bo'ladi, pol avtomatga qo'ysa ham bo'ladi. Aha. Bu arzonroq, soddaroq versiyasi. Ha. Nechta qo'yadigani bu? Bu pol avtomatda mana mishalkasi ruchnoy zagotovka qiladigan bo'lsa, bir kunda 500 tagacha qo'yishaveradi. 500 ta qo'yadi. Qo'yadi. Javob. O'rgatib qo'yaman o'zim. Agar 20 ta qolipi bilan keyin qo'shimcha 20 ta paddoni bilan olsa. Ha, o'shanda 500 ta qo'yadi. O'shanda 500 ta qo'yaveradi. Zo'r natija. Hozir buni ustanovka qilib berasiz, bu rels-perslarga hammasini moslab berasiz. Ha, buni ustanovkasini qilib beramiz. Tashkalarini kuyib, relslarni kuyib qo'ysa, uголникlarni olib bersa o'zimiz urovinga qo'yib, ustanovka qilib, joylashtirib, keyin o'rgatib, o'zimiz qanaqa blok kuyyapmiz, xuddi shunaqa qilib o'rgatib qo'yamiz ish jarayonini. Bu aka nafaqat bunaqa usta, balki mana shu gazoblok sohasida ancha yildan beri ishlab kelishadi. Mana shu joyda quyib, o'zlari ishlatib kelishadi. Hozir eng qulay variantlarini sizlarga ko'rsatib beramiz. Ishlab turgan joydan ko'rsatamiz aka. Hozir shularga yaxshilab e'tibor berishib olsa, keyin o'zimda ishlayib turgan uskunam ko'rsa, o'zim ham havas qilyapman o'zim yasagan narsamga. O'zimga yasagandek qilib yasadim deyishyapti. O'zimda ham yo'q. Bunaqa komplektdan deng. Xo'p, buni qancha qilib beramiz pol avtomatda? Pol avtomatni 20 ta qolipi, reskasi, loy mishalkasi, keyin suv yonkisi, mana bu nimasi? Olov yoqqani, garilkasi. Xullas, mana suv yonkisi ham anaqa kichkinadan emas, katta yonkisi qo'yganmiz, shtobi 20 ta qolipga yetish uchun. Mana ko'rib turibsizlar, 3 tonnalik. 3 tonnalik. Ha, 2 kundan keyin haliga 20 ta qolip kuyaman deganda 15 ta qolipga yetganda suv tugab qolmaydi yo boshqa bo'lmaydi. Ha. Asobiy o'zimizda anaqa kamchiliklarimiz to'ldirib yasagan nimalarimiz bular. Tushunarli. Hali ba'zi joyda 2 tonnalik bo'lib qolar ekan, u qolip chayqagani, xullas suv kerak bo'lganda yetmay qolish ehtimoli bor. 20 ta qolipga. Mana bu 3 tonna bemalol ishlataverar ekansiz. Hozir qarang, komplektida mana garilka, 3 tonna suv bachok, mana shu holatdagisi. Mishalka, reska, 20 ta qolip bo'ladi, tayyor qolip. Hop, qancha beramiz shuni? Buni O'zbekiston bo'yicha ustanovkasi bilan 10 mingga qo'yib beramiz. 10 mingga borib o'rnaydi, retsept hamma narsa ichida ketadi. Retsept shunday. Bo'ldi. U pulga chaqmaydi. 3 soatda chiqaradigan variantingiz ham bor. Ha, ular zo'r variantlari bor. Bo'ldi, hozir kelsa aytamiz. Bugunda o'zida akalar 20 ta qolipga quyib chiqarib yuborib, hozir yana kelganda 20 ta quyib qo'yishibdi. U kechga 5 ta ochasizlar uni. Ha, kechda 5 ta ochiladi, o'zi iftorgacha bolalar yetishib oladi. Ro'za ahvolida quyishyapti. 500 ta. 500 dan, ha. Bo'ldi. Hozir uni ko'rsatib beramiz akalar. Bugun bu biznesda eng ichidagi mayda-chuyda savollarga juda qolsa javob olsak bo'ladi akalar. Xo'p, 10 mingga mana pol avtomatda aytdik sizlarga, komplektlarni aytdik. Endi to'lig'icha avtomat liniya. Bu avtomat liniyasi bo'ladi, suv bir xilda ketaveradi. Necha gradusda bunda ham quyilsa, bunda ham avtomat liniyada ham o'sha gradusli suvni necha gradus bo'lishigacha yetib, masalan, olgan odamlarda o'rgatamiz o'zimiz. Suv bir xil gradusda bo'lmaydi. Bahorda boshqa gradus, yozda, qishda issiqlikka qarab turib gradus beriladi. Agar gradusdan adashadigan bo'lsa, endi blok sohasini ham aytib ketay, blok mo'rtlashadi. Biz o'zimiz shuni ustasi bo'lganimiz uchun apparatni olgan. Apparatni hamma olaveradi, hamma chiqaraveradi, lekin mana bu sotish borasiga kelganda hamma oqsab qoladi. Ha, g'isht sifatsiz-dek. G'ishtni sifatli chiqarish yo'llarini o'zimiz o'rgatamiz. Bo'ldi, mana shu sohani haqiqatan balki ancha ichiga kirib, kirchikir mayda-chuydasigacha tushunib bo'lganlar. O'zimizda kam-ketigimizni bunda yo'qotib, topib, to'g'rilab, anaqa yasagan nimalarimiz. Zavodga o'xshatishib qo'ydi bolalar ham. Xo'p, bu avtomat liniyasi. Suvni o'zi anaqa qiladi, zagotovka qiladi, sementni o'zi tortadi, klass kelganda to'xtaydi, qumni zagotovka qilib, mana bu yonkislarga. O'zi apparat to'xtaydi, keyin loy tayyorlashni boshlasa bo'ladi. Bu ustalarga qulaylik bo'ladi, ancha yengillik bo'ladi avtomat liniya zagotovka qilib bergan holatida. Bu bittada shu mana qolipga tayyor bir paddonni qilib beradi. Bitta qolipga bitta tayyorlanadi, keyin bitta knopka bosgandan keyin bo'ldi. Ha deb kelib bosib anaqa qilavermaydi. O'zi aqlli versiya bo'ladi, o'zi zagotovkasini qilib oladi bu. Tushunarli. Tortib gramiga, kilosiga qilib qo'yib tortadi buni. Tushunarli. Endi bu tomonda reskamiz, bu aqlli reska.
Narigidan farq qiladi bu. Juda ancha farq qiladi bu. Ham qo'sh valli bir-biriga qarama-qarshi kesadi. Keyin bunda invertor bo'ladi. Invertor bo'lgan sababi eng haligi rosa kerakli paytda loyimiz ichiga o'tkazib qatib qoladigan bo'lsa, mana bu reskalarga kelganda troslar uzib yuboradi bu. Buni оборотini sekinlashtirib, tezlatib, o'zini loyni holatiga qarab turib sekinlatib tezlashtiradi. Bo'ldi. Troslar uzmaydi, ishni cho'zmaydi, vaqt unumdorligini oshiradi. Keyin loyi suyuqroq, haligi yumshoqroq bo'ladigan bo'lsa, ish jarayonini tezlatib beradi. Tez kesib, tez chiqarib beradi. O'sha joyiga, vaqtiga qarab, hammasi vaqtdan yutadi. Bo'ldi, endi tushundim aka. Haqiqiy avtomat liniya reskasi bu. Keyin mana bu rezbalardan o'sha klient zakaz qilgan blok chiqarib beraveradi surishib. Ular svarka qilinmagan, razmerni o'zgartiraveradi bemalol. Tushunarli. Xullas akalar mukammal, haqiqiy o'sha liniya zavod qilib qo'yishgan. Xo'p, endi qoliplarni ham bitta gaplashaylik. Lesin nechi bo'lyapti? Buni alohida olsa qancha bo'ladi? Keyin narxini aytamiz o'pishini. Qoliplarimiz yon bortlari 8 ga 4 bo'lyapti, o'rtasida 6 ga 4 ketgan bo'ladi. Yonda beldam kashaklari, yig'ildiraklari bo'ladi, relsga moslangan. Bu qolipimiz zamaskalanmaydi. Zamaskaga ham vaqt ketadi-da, Eldor aka. U 40 minutcha vaqt ketadi bolalar zamaska qilib chiqquncha. Buni zamaska qilmaydi. Shunda tiklab qo'yib, kuyishib yuboraveradi, loy oqmaydi. Oqmaydimi? Yo'q, oqmaydi bunda. Voy gap. Zo'r. Bu zo'r. O'zi aksariyat 6 ga 4 qo'yiladi. Bir etajli qoliplarga bortini mana chekkasidagi 8 ga 4 qo'yib yuborganmiz. Shtobi blok yorilmaslikka. Blok yoriladi relsda yurganda. Uni nimadan ekan deb rosa qotiyab turgan paytda reskaga olib chiqib kesamiz degan paytda relsda ozgina nima bo'lgan taqdirda ham oltilik bo'lsa yorish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Bunda baquvvat turadi. Qolipni o'zi ham formani o'zgartirmaydi. Yo'q, formani o'zgartirmaydi. Qalindan yasaganmiz. Tushunarli. 2 kundan keyin muammo qilmaydi. Talkatorimiz bor. Talkator bu qoliplarni surib sushilkaga olib kirib ketadi. O'zi tortib olib kirib ketadi. Bir kishi tashlab chiqmaydi-da. O'zi qilaveradi, o'zi olib kirib ketaveradi. Quygan tayyor surib qo'ysa bo'ldi. Bitta ishchi o'zi ishdan bo'shadi-da, shuni orqasidan deydi. Haligi nima ishsiz qoldi deydimi? Ana shunaqa. Hozir bu o'zi olib kirib tahlab chiqaveradi ichkariga. Yengillik deylik. Ishchilarga yengillik bu. Bo'ldi. O'zi olib kirib taklab qo'yadi. Zo'r. Mana shu holatda qancha qilib beramiz aka? 20 ta qolipi, talkator shu holatida 30 ming qilib beramiz. Mana shu videoda ko'rib turgan holatlarga aka $30,000. Talkator 20 ta qolip, avtomat aqlli reskasi, dozatorlari, 3 tonnali suv ustanovkasi, xizmatlari bilan. Keyin bu akamiz aytishyapti, mana bu narsani tokli, tentli qilib beradi. Biz 8 kunda 8 million to'k yuqori deyapsizmi? Buni biz boshida apparat sotib olganmiz, biz ham sotib olganimizda mana shuni tent qo'yib berishgan ikkita. Xo'p. 3 fazal tent qo'yib bergan, bir kuniga 1 milliondan yozgan. Voy. 8 kunda 8 million elektrositga to'laganimizdan keyin keyinroq avtomat tashab, uzdik keyin tentni. Mana bu garilkani yasab 100% ish beradigan narsa. 100%. Keyin bu sarf xarajati 1,5 qop bilan suv isitadi. 3 tonnani ya? Yozdi kunda bir qop ham ortib qoladi. Voy gap. 3 tonnaga. 8 million 2 oy ishlatar ekan. 3 oy ham ishlatadi. Zo'r. Bo'lsa effekti bo'ladi. Yangi yechim. Agar suv gradus oshib ketib qolsa ham zarar qilmaydi-da, sovuq suv qo'shib ishlataveradi-da, suvni ko'paytiradi. U gradus pastlatish emas, sovuq suv qo'shsa bo'ldi. Mana unda o'zi datchik ham bo'lsa kerak. Buni miyalarini qo'yib beramiz. Bu hozir oddiy ko'rinishda turibdi. Buni miyasi, keyin miyasida bu suvni ichiga tashab qo'yadigan suv datchigi bo'ladi. Suv o'sha gradusga chiqqanda kotyolni o'chirib beradi. Aqlli bu. Bo'ldi, tushundim. O'sha kotyol bilan bitta narsa. Kotyol bilan bitta narsa. Suvni qulayroq variant qilib beribsiz siz. Shu nima qilib? Chunki tezlatib isitish uchun kotyolini akalar mana bu narsani gazobalok liniya o'rnatgandan keyin ham kamida bir 7, 8, 10 millionlik kotyol qo'yish kerak bo'lyapti-da, suvni isitish uchun. Bu ichida ketyapti hozir hamma narsa. Bu ichida bu. Bonus deydi-yu. Tent qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Mana tent deb turib odamlarga bersak ham bo'ldi, avtomat liniya shunaqa bo'ladi ekan deb olib ketaveradi. Biz hozirda qiynalmasin deymiz. Qiynalmasin degan maqsadda mana bunaqilarni ham yasab qo'ydik. 30 ming, 10 ming. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qanchada bitirib beramiz aka? Shuni ham aytaylik. Hozirgi holatda bitgan. Bu hozir tayyor, sotaveramiz buni. Sotuvga tayyor hozirgi. Bunisi ham xuddi shunaqa.
kelishsin, joyi tayyor bo'lguncha yasab qo'yib beramiz. Bo'ladi. Endi buni ishlatishini bitta ko'rsatib bering aka. Ash quyayotgan hamma bloklar xuddi mana shunaqa liniyadan chiqyapti. Bir ichkariga kirak, o'zimizning ishlarni ko'rsataylik. Hozir rostman ertalab quyganingizmi aka bu? Ha, bu ertamatan quyganimizda mana olib chiqib toshishi bo'lishdi. Xudo xolasa oxirgisi. Aha. Ish jarayonini ham tushuntiramiz, aytamiz. Bu qulaylikni qarang. Ko'tarib, bu yerdan yuklab olib ketmaydi, paddoni bilan olib ketadi. Ha. Ustalarga yengillikda. Keyin paddoni qaytib keladi, yana qaytib chiqadi, relsga olib kirib, mana bu yoqdan aylanaveradi. Ha, aylanaveradi. Mana shu holatda taklab olamiz. Zo'r. Mana 20 ta paddonni olib kirib qo'yganmiz. Bizda 20 ta qolib, 20 ta paddonimiz bor. Hop. Ish nimasi oshadi. Ishlab chiqarish soni. 500 tani qanaqa quyapsiz-da 20 ta? Mana hozir kuyib qo'yilgan. Bu ikkinchi. Hozir ikkinchi xotkasi bu. 500 ta. Mana. Ha, o'zi ishib chiqgan. U issiqligi. Nimada isitayapsiz buni? Bu o'zini issig'i bilan isitadi. Yo'g'i. Bu hozir kuyib olishda hali iftorgacha kesib olishadi buni. Bu niye? Bolalar ro'za tutib kuyishadi. Necha kishi quyadi mana shunchani? Buni 3 kishi kuyishadi. Mana akalar qaranglar. Qolibdi butunicha olmaysizlar, paddonini o'zini olib turib, ustidagi bortini yechib bunga o'tkazib qo'ysa bo'ldi. Mana hozir keskani olib chiqilsa bu. Hop. Keskani olib chiqiladi. O'zi keskani olib chiqilganda bort yechiladi reskada kesish uchun. Ha. Endi menetga taklanmaydan birato'la paddonga qo'yishsa, paddonda tiklanib qoladi. Ha, aqa jo'nataverasiz. Aqa jo'natilaveradi, tayyor. Mishalka tomonga boraveradi, bu tomonda kesilib turib, narigi relsga kiradi. Keyin buni kesib bo'lishiga bu tayyor bo'ladi. Qolib quyishlanib, quyishga tayyor bo'ladi. Quyishga tayyor bo'ladi, shu nimada tempda aylanaveradi. Bo'ldi. Endi bir voshidan ko'rsataylikchi bu ishni. Xullas akalar, boya aytganimiz ichida bitta anaqa katta sales olasizlar. Konteynerda olsang arzon tushar ekan. O'sha konteynerlaring bo'lsa, tayyorlab berasiz, 30 ming ichida qilib berasiz aka. Ha, buni ichida qilib beramiz, gap yo'q. Konteyner bo'lish kerak o'zlaringda oma. Yoki olsalaring yoki eBayda topib akalar o'zlari yordam beradi. Konteyner kran xizmatlarini o'zlarini nimasiga qo'yamiz, o'zlari tashkillaydi. Keyin mana bunaqa betonlarni quyishib berishni ham tashkillab bersa, biz mana bu uголниklarini svarka qilib, relsni to'g'rilab o'zimiz blok yorilmaydigan qilib, bu bizdan xizmat. Uголник sizdan. Uголнигini xizmati bizdan. Ha, uголниga betoni undan bo'lish kerak. Ha, uголниga beton. Xullas ustidagi narsalar sizdan bo'ladi. Xizmati bizdan bo'ladi, ustidagi narsalar bizdan. Bo'ldi. Hozir bu xuddi shu narsa, hozir 30 minglik narsa bu. Aha, 30 minglik narsa. Endi buni olganimizga ancha nima bo'ldi? Mana qum solinadi, qum keladi. Hop. Mana bu yerda 4 ta tarozi bo'ladi. Biz ham tarozini qo'yib beramiz ularda. Qumni yonkisiga zagotovka qilgandan keyin avtomatik sementga buyruq beradi. Qum to'xtaydi. Ha. Shinekka buyruq beradi, shinek sementni tashlaydi, kirgizilgan kilo kelganda o'zi avtomatik to'xtab suvga buyruq beradi, suvni zagotovka qiladi. Bitta knopka bilan tayyor bo'lib qo'shiladi, mayda paddonga quyiladi. Ha, bitta paddonga quyib yuboriladi. Tushirib. Buni zagotovka bo'shagandan keyin mishalkan ichiga o'zi avtomatik yana to'ldirishga o'zi harakat qilaveradi. Knopka bosib bu bag'da quyib olib kirib tursa bo'ldi. Bo'ldi. Bu zagotovka bilan umuman ishi bo'lmaydi bolalarda. Endi tushundim aka. Hop, qaranglar akalar, ketdi mana quyildi bu sushilkaning ichiga kirdi. 3 soatda quritish texnikasi bor ekanda. 3 soatda quyish texnikasi bu o'zini o'zi issiqligini ushlash, keyin bu tomonda retseptda farqi bo'ladi. 3 soatda tayyor bo'ladi. Hop, kechga mana aytaylik ertalabki obedda quriganda, o'zi chiqishni boshladi, qolipdan yechilib, kesilib, tayyor bo'lib o'tyapti baqa. Qolipdan yechilib bu tomonda reskaga kirgandan keyin qolipi bu tomonga, borti nimasi aravachada nariga relsga kirib ketadi. Boyagi tarafga-deng. Ha, o'tib baqa chiqarib qo'yasiz bularni. Bu tomonga chiqarib qo'yilaveradi. Keyin baydan yuklab bu yoqqa olib kelib terib qo'yadi. Mana bu yerda toshishaveradi bolalar. Tushunarli. Buni chiqarib qo'ygandan keyin qolip tayyor bo'ladi-yu. Agar hozir Ramazon oyi bolalar iftorlik qiladi, charchab qolishadi. Ramazon oyi bo'lmagan taqdirda yana bitta xotka kuysa bemalol usbet qiladi. Yozgi kunida ayniqsa. Yozgi kunida ayniqsa 3 xotka bemalol quyishadi. Bu degani 700 ta quyadi degan, 750 ta quyadi. 20 ta paddon bilan. 20 ta qolib. Mana akalar sizlarga. O'zi bu akamiz mana shu biznesda
o'chirib ham bu anaqa shakllar yetarli shakllar Ha, bunga yetkazolmayapmiz blokda. 500 ta qo'yasiz har kuni. Har kuni 500 ta qo'yamiz. Ha, olib ketishyapti. Yana zakazlarimiz bor o'zi. Yetkazolmayapmiz. Qo'ygan mana shu biznesda ichida yurgan odamni o'zidan maslahat akalar. Ana xohlasang 10 mingligi, xohlasang 30 minglik liniyalar. Voha taraflardan juda ko'p klient chiqyapti biz blokka. Ular tomonga yetkazdirgani yo'l xarajatlari qoplamayapti. O'zi shuncha olib ketadi. Ha, agar apparat oladigan bo'lsa, sotishiga ham bemalol yordam Yordam beramiz. beramiz. Andijondan ham telefon qilishyapti. Shahrixon, Asaka nimalardan telefon qilishyapti. Yo'l kirasi qimmatga tushganini hisobiga qilishsin mana akalarimiz. Hop, zakaz beramiz deng. Ha, blokdan ham sotishga yordam Xudo beramiz. xolasa, zo'r akalar. Mana sizlarga imkoniyat. Hop, qanaqa joy kerak deganlarga bunga bir 3 sotiklik joy qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi, bir 4-5 sotik zo'r yetadi. Ha, zo'r yetadi. Bo'ldi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, keng bo'lsa. Aslida, ha. Keng molchilikka yeyib Nima yetsin deng? taklashaveradi, ha, o'sha. Mazza Bo'ldi. tashlashadi. Akalar mana sizlarga ishlashini, hamma narsasini bunaqa video ancha muncha joyda chiqmaydi. Qanday ishlatiladi, nima bo'ladi, hammasini realni ko'rsatib beryapmiz. Usta akamiz bilan aloqaga chiqib yana bir gaplashib olaverasizlar. Buni ham kelishtirib berasiz aka. Biz nomimizdan chiqadi baribir odamlar. Bo'ldi, kelishaversin bonuslari bilan qilib beramiz. Bo'ldi aka. Barakasini bersin, sog' bo'lasiz. Xudo xolasa, kelaverasizlar.